Diqqat e'lon! Aziz yurtdoshlar, Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida faoliyat olib borayotgan aziz hamkasblar, farzandlaringizning yozgi ta'til kunlarini maroqli o'tkazishni istaysizmi? Unda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi Jizzax viloyati Forish tumanida joylashgan Zangori Olov bolalar oromgohida o'tkazishga tayyormisiz? Ha, biz tayyormiz. Bugungi kunda Zangori Olov oromgohi farzandlaringizni yozgi ta'til kunlarini maroqli o'tkazishga tayyor. Ushbu oromgohda 3 mavsumda 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz qabul qilinadi. Yaqin kunlarda oromgoh o'z ish faoliyatini boshlash mavsumini ochiq deb e'lon qilamiz. Farzandlaringiz oromgohda turli ko'ngilochar loyihalarda va foydali bo'lgan fan to'garaklarda ishtirok etishi, shuningdek, turli xil o'yinlar bilan mashg'ul bo'lishini ta'minlaymiz. Xavfsizlik ularning bilim olishi va maroqli hordiq chiqarishi uchun Zangori Olov oromgohini tanlang. Kerakli hujjatlarni Hudud gaz Jizzax gaz ta'minot filiali boshlang'ich kasaba uyushmasiga taqdim eting. Shoshiling, joylarimiz cheklangan.